Endi uyingizga mehmon olib kelayotsangiz, yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, do'l yog'adimi, endi umuman farqi yo'q do'stlar. Endi bemalol mehmonlarni olib kelsangiz bo'laveradi, chunki uylarga chiroyli holatda shumkali naveslar qilib berishadi do'stlar. Yomg'irdan, qordan, quyoshdan umuman xavotirlanmaysizlar do'stlar. Chunki bu shumkali navesimiz do'stlar qorda, yomg'irdan, eng asosiysi do'llardan saqlaydigan bo'ladi do'stlar. Endi zontiga olib kelib turib to'shlarni umuman hojati yo'q do'stlar. Kimga shunaqangi sifatli bo'layotgan shumkali naveslarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, 1 kvadrat metri eng arzoni atiga 280 ming so'mdan boshlab yuqori olib ketadi. Ushbu xonadonimizga 13 ga 4,5 metr, bu tomon esa 15 ga 5 metrli joyda juda chiroyli holatda qilib berishgan. Ushbu xonadonimizga 1 kvadrat metri bor yo'g'i 350 ming so'mdan qilib berishgan do'stlar, ya'ni shumkali navesimiz do'stlar. Tepara lazerli fasonda bo'ladi do'stlar. Eng asosiy do'stlar, tarnovlarni ham birgalikda qilib berishgan do'stlar. Tarnov, panno ham yo'g'i ichdan bo'ladi do'stlar. Yeb ichish yotog'ini ta'minlab bersalar ham bo'ldi do'stlar. Ushbu aytilayotgan narsalar vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatiladi do'stlar. Agarda xohlasangiz Lexanli variantdan kerak deydigan bo'lsangiz, Lexanli variantini eng arzon 450 ming so'mdan 500 ming so'mgacha 1 kvadrat metr qilib berishadi. Soqqani bosganlardan oldimizlar, chiroyli narxlarda kelishilgan holatda qilib berishadi.